Sen ve men. Abduri Halmurat Dursun ızdırap. Sen mening ko'zimdagi yoshga o'xshaysan. Surtib o'tishga qiymaydigan yoki eqib tushib ketmaydigan. Mangu meni qiynaydigan, abadiy mangzimda turadigan. Men sening ko'nirgan kunligingga o'xshayman. Yomg'irli kunlarda yodiga yetadigan. Yomg'ir to'xtab, quyosh parqirib chiqqanda bir bo'lingda miskin qoladigan. Sen mening chiroyli bezalgan uyimga o'xshaysan. Sirtdan qarmoqqa shunchalik go'zal, shunchalik nafis. Lekin kirsang shunchalik g'erib ham shunchalik so'q. Men sening uyingdagi aynikingga o'xshayman. Achchiqlashlaringni, boshqalar uchun azoblanib to'kkan ko'z yoshlaringni ko'radigan. Ammo aslo xushalliqingni, kulimsirashlaringni ko'rmaydigan. Sen mening gulzorimga o'xshaysan. Ustigan gullaringni men suygu suyum orqali sug'uradigan. Lekin po'raklab ijilgan gul berginga muhabbat kepinaklarim mangu qo'nolmaydigan. Men sening tasalli kitobingga o'xshayman. Ko'ngling yerim chog'laringda batma-bat varaqlab o'zingga tasalli topadigan. Boshqa chog'larda mendek bir kitobning borligini unutib ketadigan. Sen mening barxsan darximga o'xshaysan. Qahardan qish mezgilida menga ching chaplashadigan. Yoz kirishi bilan soyangda boshqalar o'ldirib menga o'rinmi qolmaydigan. Men sening teminga esiqliq, manzirlik moy bo'yoq rasmga o'xshayman. Hayot kechmishlari seni gangirtib qo'yganda uzoqdan uzoq qarab, yuragingni tinchlantiradigan. Biroq bu rasmning qimmatini mangu bilmaydigan. Sen mening hayotimning hikoyasiga o'xshaysan. Kirish so'z qismi muhabbat va xushallik bilan boshlanib, qayg'u va azob bilan oxirlashadigan. Ovozda Raziya Rustam. Mazmunlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, eng suyimli kishilaringizga yo'llab, tang baharlaning.